2025-yilda trendga chiqayotgan Anjan pechka narxlarini tanishtirib o'tamiz. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bu pechkani ko'plab obunachilarimiz o'rnatgan bo'lishlari kerak yoki o'rnatmagan insonlarga mana shu pechkalarni o'rnatishni tavsiya qilamiz. Nima uchun? Akalar, buni ham yasaydigan, ham borib o'rnatib beradigan usta mutaxassisdan oldilar kelganmiz. Zavodlarda ko'ryapsizlar, o'zlari mana shu yerda tayyorlab ishlab chiqarib berishadi. Birinchi qo'lidan posredniklarsiz xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, o'tinga, ko'mirga, svetga, gazga, havoga, xashakka, xullas, любой narsaga yonadi. Uka tutamaydigan qilib ustinovkasini cho'tki qilib beramiz deyishyapti. Buxoro. Ha, men betaman. Xullas, aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Azbek aka, yaxshi oldingiz. Omonmisiz? Allohga shukr. Aka, xudo xolasa kafolatlar bilan o'rnatib beramiz. Albatta, kafolatlari bilan chiroyli qilib ustinovkalarni qilib beramiz o'zimiz. Tutasa, borib qilgan ishimizni pulini olmasa yana bekorga ta'minlaymiz. Albatta aka, biz ishimizdan birorta defekt bo'ladigan bo'lsa, o'zimiz 1 yilga davr o'zimiz chiroyli qilib, 1 yilgacha chiroyli remontini qilib, kafolatini qilib beramiz. Xo'p, birinchi sizlarga pechkalarni akalar narx-navolarni tanishtirib o'tib ketamiz. Ustakamiz o'zingiz ustinovka ham qilib berasiz. Ustinovka qilib beramiz. Ustinovkasini uka ateni kelishamiz. Pechkaning narxi misol uchun eng kami 1,5 milliondan boshlanadi dedingizmi? 1,600,000 dan. 1,600,000 so'mdan boshlanadi. Bu yo'lga ketaveradi deyapti. Xo'p, turlari juda ham ko'p. Bir boshdan sizlarga narx-navosini tanishtirib o'tib ketamiz. Aka, boshladingmi bir boshdan? Boshladik aka. Bizda hozirgi eng trendda bo'lgan eng hadovoy pechkamiz 1.5 ga 40 pechkamiz. Buni narxi 1,600,000. Ustinovkalarni kelishamiz, dastavkalarni ham kelishamiz. Dastavkalargacha bor. Dastavka deganingizda O'zbekiston bo'yichami aka? O'zbekiston bo'yicha dastavkasi bor. Platniy kelishilgan holatda. Besplatniy. Yo'q, kelishilgan holatda. Kelishilgan holatda yetkazib beramiz. Xo'p, nima uchun 1,600,000 so'mdan aka bu? 1,600,000. Buni qozon qo'yadigan joyi yo'q. Xo'p, qozon qo'yadigan joyi yo'q, buni qozon qo'yadigan joyi bor. Lekin buni isitishlari ham mo'shni, zo'r. Biz o'zimiz o'zbek sharoitida yashaydigan abishni ikkita xonani bemalol hammom qilib isitadi. Shuning uchun arzonroq buni. Aka, bu hozir ikkita xonagacha isitishi mumkin. Ikkita xonani isitadi. Ikkita xonani devor o'rtasiga o'rnaydi, ikkita xonani isitadigan pechka. Xo'p, rasxotiga qanaqa to'xtalamiz aka? Rasxoti aka 1 sutkaga 14 kilo 15 kilo rasxot qiladi ko'mir. 1 sutkaga 14-15 kilo rasxot qiladi. 14-15 kilo ko'mir rasxot. O'rnatgan insonlar bo'lsa, bemalol kommentariyada yoshlar. Bu 5 li lista bo'lgan variantimiz, 5 li lista. Bu ozgina qimmat, 100,000, 150,000 razilsa qiladi narxi. O'zi aslida hamma joyda pechkalarimiz standart 4 li listan bo'ladi. Xohlaganlar 5 li listan esa 5 li listan qilib beramiz. Narxiga 150,000 qo'shilib qoladi. 150,000 so'm narxiga 5 li listan bo'lgani uchun qo'shilib qoladi. Aslida 4 li o'rnatsam bo'laveradi. O'zi hamma joyda 4 li lista qilishadi. Hamma yerda 4 li lista qilishadi. Xo'p, yonidagilar-chi aka? Bu yonidagilar mana aka, mana bu mashin bilan bir xil pechka, qozon qo'yadigan 1.5 li pechkamiz aka. Buni narxi 2 million so'm. Buni qulay tomoni ko'mirni mana tepadan solsa bo'ladi. Bemalol qozonda ortiqchaga kirishkasini ochingchi. Xo'p, bemalol qozon qo'yib, qozon qo'yib ovqat qilsa bo'laveradi. Hozir ovqatini bemalol pishiradimi aka? Ovqat bemalol pishiradi. Aka, mana duxovkasi ham bor bu yerda aka. Ham duxovkasi bor. Bu duxovkada bemalol somsalar, pishiriqlar bemalol pishirsa bo'ladi aka. Voy, gap yo'q. Aka, bu ham 5 li listan bo'lganmi? Bunisi ham 5 li listan bo'lgan variant. Xohlaganlarga aytganimdek 5 li lista, xohlaganlarda 4 li lista qilib beramiz. Buni pulini necha pul bo'ladi? Bunimiz aka 1.30 li pechka, bu katta zallarga o'rnatiladigan pechka aka. Isitishlari mo'shni, shu ikkita katta zalni bemalol isitadigan pechka. Buning narxi ham 2 million so'm aka. 2 million so'm. 2 million so'm. Voy, gap yo'q. Aka, 2 million so'm. Bu ham 5 li lista bo'lgan aka. 5 li lista bo'lgan. Mana ochilib yopirishlari ham yengil ko'rayotgan edik. Buni rangini, kraskasini xohlagan rangga chiqarib xohlagan 2 xil rangimiz bor aka. Kuymaydigan rang hozir O'zbekiston bo'ylab mana shunaqa bo'lsa kerak. Seriy rang bilan qora rangimiz bor. Kuymaydigan kraska, xohlaganlarga shunaqa seriy yoki qora rangda chiqarib beramiz. Seriy yoki qora rangini chiqarib bersak bo'ladi. Xo'p, 2 million so'm kam bormi aka yoki 2 million so'm aka kelishamiz. Telefon qilishsa, sizning kanalingizdan chiqishadigan bo'lsa aka, kelishamiz. Bo'ldi. Qo'ng'iroq qilsangiz yana gaplashadi. Orqamizda mana listani qayerilayotgan jarayonlargacha bor. Ularni ham sizlarga ko'rsatib ketamiz. Sex o'zidan video qilyapmiz. Hozir aka necha xil turi bor pechkani bu yerda? Pechkani aka 7-8 xil turi bor aka. 7-8 xil turidan bor. Aloqaga chiqishadigan bo'lsa, hozir bu yerda faqat mana shu assortimentimiz bor aka. Aloqaga chiqsa men qolgan assortimentlarni ham rasmga olib, videolarini tashlab beraman. Sizlarga xohlagan tanlashaveradi, biz olib borib ustinovkalarni ham qilib berib, obrisovka g'ishtdanmi, oddiy g'ishtdanmi ustinovka qilib beramiz aka. Yonib, yondirib, o'zimiz chiroyli isitish effektlarini ko'rsatib berib kelamiz aka. Mo'rlarigacha o'rnatib beramiz. Bo'ldi.
Assalomu alaykum Azizbek aka, mana bitta qozonqaydan rubechka pechkamiz kraskalangan variantini olib kelib o'rnatib berdik. O'tlarni yoqib qo'ydik, mana ko'rishingiz mumkin. Bu qora kraska sepilgan, oldi chiqqan qozon qo'yadigan pechkamiz bo'ladi. Bo'yi 1.5 bo'ladi. Oldi chiqqan sababli 80 sm bo'ladi, eniga 50 bo'ladi. Bu pechkamizni chiroyli ablisovka ishlardan o'rnatib berdik. Nuri tozalaydigan hozlari bor. Ablisovkamiz xohlagan rangidan bor, xohlagan rangidan olib kelib zakaz qiladigan bo'lsa, xohlagan rangidan olib kelib o'zimiz olib kelib o'rnatib beramiz. Pechga ablisovka ishlarni o'zimiz olib kelamiz. Endi orqa tomondan ko'rinishni ko'ramiz. Mana orqasi. Mana aka bu orqa tomondan ko'rinishi, mana orqa tomonlari ham juda chiroyli bo'lib chiqqan. Sariq ablisovkada urganmiz. Orqasida bitta duxovkasi bo'ladi, oldida ham bitta duxovkasi bo'ladi. Orqadagi duxovkada ham bemalol somsa pishirsa bo'laveradi. Ko'zi sho'rlagan solib qo'ysa ham pishaveradi. Qishda chayga paylardan qo'yib qo'ysa, choyni issiq turadi. Bu tozalaydigan o'tlari pechkamizda kimga bunaqa xizmatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, g'ishtni o'zimiz olib kelib, pechkani o'zimiz olib kelib qurib beramiz. Azizbek aka, patlishingiz bemalol aloqaga chiqishi mumkin.